Nasty kayfidek kayf, kayfidek kayf, kayfidek kayf, kayfidek kayf. Hech nimasi yo'q, hech nimasi yo'q, hech nimasi yo'q, hech. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari va Telegram va boshqa Instagramdan kelgan bizni mafiya a'zolari bugun sizlar bilan GTA o'zbekcha versiyasini telefonga qanday qilib o'rnatishni o'rganamiz. Boshqatdan ko'rib chiqamiz. Agar biladiganlar bo'lsa, men bilaman deb kommentariyaga yozib qo'ysin. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsin. Qani biz boshladik. Birinchidan bu YouTube kanalimda juda ko'p video darsliklar bor. Misol uchun zim modlarda ishlash, OBJni DFF fayl yotkizish yoki mashinaga nomer qo'yish, qishki versiya, telefon modini o'rnatish, boshqa barcha ma'lumotlarni YouTube kanalimdan ko'rishlar mumkin va bizning Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimizga ketdik. Demak do'stlar, Telegram kanalimiz kuchukcha Langarvon. Telegram kanalidan qidirasizlar. Telegram kanallari orasidan to'g'rirog'i kelib chiqadi. Bu ommaviy kanal bo'ladi. Fayllar juda ko'p fayllar, video darsliklar hammasi bor. Yana siz 3D nomer zakaz qilishingiz mumkin. Kanalimiz obunachilari albatta aktiv va adminlar kreativ hammasi. Demak, barcha siz o'zingiz xohlagan getani yuklab oling. Uni ichida va uni yuklab olish prinsipi bir xil bo'ladi. Misol uchun men sizlarga taklif qilaman Unique getan. Mana shu getani sizlarga taklif qilaman. Birinchi o'rinda grafikasi HD juda zo'r. Вообще udar 750 MB 3 ta protsessorga tushadi. Demak, yana bitta narsa, buni ochganlaringda agar arxiv shikastlangan deb qoladigan bo'lsa, mana shu prinsipni qo'llaysizlar. Mana assalomu alaykum hammaga. Kimda Unix styleni tortib undan muammo bo'layotgan bo'lsa, getadan emas. Chunki bu geta bas telefondan muammo bo'lishi mumkin. Telefon geta bilan bir-biriga mos tushmayotgan bo'lishi mumkin. Zarchiver arxiv. Shuning uchun tarkibni ko'rish va bu yerga chiqarish, bu yerdan chiqarmoq, xuddi shunaqa narsalardan foydalanib tashqariga chiqarib olasizlar faylni. Agar Unix tortsalaring, ikkinchi o'rinda mana USB style 557 653 megabaytlik bo'lgan 29-noyabr 2022-yilda chiqarilgan yangi edition. Demak, buni YouTube kanalidan ko'rib olsalar ham bo'ladi. To'liq videolarini shunga qarab o'zlaringiz didlaringga mosini tanlab olishingiz mumkin. Yana Winter bor. Winter 557 bu bittagina faqat Adreno protsessori uchun moslangan bo'ladi. Demak, sizlarga endi o'zlaring didlaringga moslab xohlagan getalarni yuklab olasizlar. Men hozir Unix bilan USB style yuklab olgandek o'zimizni tasavvur qilamiz, chunki men yuklab olganman oldindan. Unixda yuklashga ezib qo'ydik. Ular bu aylanyapti. Men ortiqcha tortib yurmayman. Aylanyapti, bizga kerak bo'ladi Zarchiver bilan Composer ilovasi. Zarchiver bilan Composer ilovasi Play Marketda bor. Mana Composer desalaring Composer chiqadi. Zarchiver desalaring Zarchiver chiqadi. Demak, birinchi o'rinda biz telefonimizda Android versiyasini ko'rib olishimiz kerak. Bizga qanaqa geta bo'lib kerakligiga qarab. O'zi albatta hamma versiyaga tushadi, faqatgina biz APK'sini almashtirishimiz kerak bo'ladi. Meniki Android versiya 10, ko'plab APK'lar, ya'ni programmalar tushaveradi. Agar sizga 11 yoki 12, 13 bo'ladigan bo'lsa, sizga boshqacha programmada yuklashingiz kerak bo'ladi. Demak, Telegramga kiramiz yana. Telegram va YouTube kanalimizda aktiv bo'lishlarini so'raymiz. Har bitta tashlagan modlarimizni o'zlarining kommentlarini bildirib, yaxshi fikrlar qoldirishlarini so'rab qolaman. Demak, buni yuklab oldi deb o'ylaymizda. Keyin bitta ustiga estalaring, Zarchiverdan ochish degan narsa chiqadi. Keyin har bitta fayl mana bunaqa holatga tushadi. Mana ikkita fayl, ikkita geta tayyor turibdi. Unix bilan USB style. Qaysi geta bo'lishidan qat'iy nazar ichi bir xil bo'ladi. Mana Comrockstar Games getasi fayli bo'ladi albatta. APK'si yo'q bo'lsa agar tashqaridan topib olishingiz mumkin, lekin albatta mana bu Comrockstar Games getasi fayli bo'ladi. Sizlar bilan hozir Unixni o'rnatib ko'ramiz. Demak, birinchi o'rinda APK'sini ustinovka qilamiz. Chunki bu 10 versiya, undan pastlarga agar 11, 12 bo'ladigan bo'lsa, sizlar kanaldan qidirib topishingiz mumkin 11, 12 versiyaga APK'ni. Bu ilova eskirgan deyapti. Biz baribir
bu ilova eskirgan boshqa degani bilan o'rnatib oldik. Chunki bu 10 versiya undan pastlariga ilova eskirgan deb turaveradi. Shuni yo'lini topib o'rnatib olasizlar. Iloji boricha mana keyingisi. Okey. Biz hozir data fayl joylaganimiz yo'q. Hozir kirsak qorayib qoladi albatta. Shuning uchun chiqib ketamiz. Qorayib qoladi, bu aniq. Demak, Comrockstar Games Kitasa faylini Uzbekistan 557 degan nusxalab olamiz. Ichki xotira Android dataga shundoq tashlaymiz. Parolini yozamiz. Paroli kuchukcha Ranger1. Demak, bu 100% bo'lishunga qadar mana bu yerdan KPOZ ilovasiga kirib turib, o'zimizni prosessorimizni bilib olishimiz mumkin nomini. Demak, meniki Mali prosessori ekan. Mali prosessori Adreno Powerga bo'linadi prosessorlar. Agar 12, 13, 11 versiya bo'ladigan bo'lsa, telefonlaring adminlar bilan bog'lanasizlar yoki Telegram kanalidan qidirsalaring ham 12 versiyaga Telegramga chiqadi. Demak, mana Comrockstar Games Kitasa fayli ma'lumot uchun ko'rib qo'yamiz. 223 GB to'liq tushdi. Siz qanday qilib bo'lsa ham Android dataga Comrockstar Games Kitasa faylini tashlashingiz kerak. Keyin Android versiyangizga mos APKni o'rnatsangiz albatta ishlaydi. Telegram kanalimiz Kuchukcha Ranger1, YouTube kanalimiz Ranger1 deb qidirasizlar. Instagram bo'lsa Instagram Langarski deb qidirsalaring Instagram ham chiqadi. Mana o'yin o'rnadi, xudo xolasa. O'yin o'rnadi mana. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, o'zbekcha versiyadagi o'yin o'rnadi. Yangi versiya Uzbekistan 557. Sizlar xohlagan o'yinni Kitasani yuklab olganlaringda ichida Comrockstar Games Kitasa fayli aniq Android dataga tushadi. Mana xullas siyo do'stlar, sizlar bilan men xayrlashmayman. Prosta keyingi video darsligigacha ko'rishguncha deb qolamiz. Agar qanaqadir yana biror nimani o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, shu haqida mavzuni yozib ketinglar. Shunga qarab men o'rgataman. O'yin ishladi va o'yindan maza qilib, maroqli dam olinglar. YouTube va Telegram kanalimizda aktiv bo'lishlaringizni sizlardan so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.